Assalamu alaykum, hürmetlik qarindoshlarimiz. Biz bir necha kun burun Uyg'ur musulmonlar asmindagi parlaq yulduzdan birini yo'qotdik. U bo'lsa ustozimiz Abdulhakimxon Mahsumajim. Ustozimiz vafot bo'lishdan bir kun burun biz bir sorunda o'ltirib islom uchun, musulmonlar uchun nati yaxshi bir planlarni, suhbatlarni qildik. Ustozimiz bizni shu sorunga chaqirib ekan. Shunda yaxshi o'ltirib, xo'shlashib chiqib ketgan edik. Ertasi ustozimizni o'z qo'llarimiz bilan tuproqqa, qora tuproqqa ko'mib qo'ydik. Bu ish ustozimizni söyleyen barliq qarindoshlarning qalbida o'chmas bir jarohatlarni qoldirdi. Lekin biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan Allohning hukmiga mutlaq qoyil. Allah subhanahu va taolo har qanday bir ishni hikmat bilan qiladi. Balki Allah subhanahu va taolo ustozimizni bizdan bak yaxshi ko'rib o'z dargohiga aketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ustozimizga Allah subhanahu va taoladan jannatul firdavsini so'raymiz. Ustozimizning oilasiga Yaqub alayhissalomga qanday sabr bergan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tugab ketgan vaqtida sahobalarga qanday sabr ato qilgan bo'lsa, shundoq sabr ato qilishini so'raymiz. Hamda qarindoshlar, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Umar radhiyallohu anhuga "Ey Umar, o'limdinmi bak cho'ng nasihat yo'q" degan. Ya'ni biz hammamiz bir nasihat anglab, shu nasihatdan o'zimizning to'g'ri yo'lini tepib olishni arzu qilamiz. Shu nasihatlarning ba'zilari qalbimizga ta'sir qildi, ba'zilari ta'sir qilmaydi. Ammo Rasul akram sallallohu alayhi va sallam deydi, bir nasihat anglashni, nasihatni yaxshi ko'radigan inson uchun o'limning oldiga o'tadigan bir nasihat yo'q deydi. Hamda ustozimizningki vafotidan o'zimninki mushu olgan nasihatimni sizlar bilan bir o'rtoqlashay deb mushada o'ltirdim qarindoshlar. Hamda mushu birinchi nasihat bo'lsa qarindoshlar, birinchi nasihat bo'lsa, biz hammamiz Allah subhanahu va taolaning oldiga bordiganligimizni faqat unutib qolmaylik qarindoshlar. Mayli men bo'lay, mayli siz bo'ling, chuqum Allohning oldiga hamini bir kuni. Balkim men burunroq boraman, siz keyinroq borasiz. Mahsumajim kan bizning oldimizda ketibdi. Faqat Allohning oldiga bordiganligimizni unutib qolmaylik qarindoshlar. Hammadan bordi. Qani shu zolimlar, bizga zulm qilayotgan zolimlar nocho'si bormisin? Qani bizni mush Xitoylarga setiyotgan, mush chet ellar turib musulmonlarning axborotini pul uchun setiyotgan, musulmonlar ko'chada ketib qolsa rasm tortib kofirlarga yo'llab ayaga olgan chog'da bechora musulmonlarni avora qilib ziyon uchirtayotgan ey maxluqlar, sen Allohning nochi bo'lsang Allohni aldarkanman. Agar aqlli bo'lsang, tövbe qilib vaqtida qilgan qilmishingdan yon. Canım qarindoshlar, hammamiz Allah subhanahu va taolaning oldiga bordiganligimizni unutib qolmaylik. Eng aqlli inson, yer sharidagi eng aqlli inson kim u desanglar, o'zining Allohning oldiga berib hisob berdiganligini unutmay yashagan musulmon. Bu eng aqlli inson. Ali radhiyallohu anhu shunday deydi qarindoshlar. Agar arshi a'lo yerilib Allah subhanahu va taolani o'z ko'zim bilan ko'rsam, imanim ziyod bo'lib qolmaydi. Agar ata o'lisan degan xabar men kelsa, mening biray yaxshi amalim ortiq bo'lib qolmaydi deydi. Bunda degan nima? Ya'ni mening imanim Allohni ko'rgandek o'xshash. Shuning uchun Allohni ko'rsam imanim eshib ketmaydi mening. O'xshash mush holatda.
Agar at o'lsan desa, mening nomi amal, yaxshi ishlarim ovuq qolmaydi degani, mening qo'limdan kelishicha davomli o'lib ketadigan holatda mush yaxshi ishlarni toqatning yetishicha qildim. Ming o'lsan desam, undan ortiq qilolmayman. Shu darajada qilib yashayapman deb o'limga mushundaq tayyor holatda yashayotganligini bizga deydi qarindoshlar. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo bilan uchrashadiganligimizni unutmaylik. Biz ma'lum vaqtdan iborat qarindoshlar. Men 42 yoshga kirgan bo'lsam, men o'lim taraf ketib qolg'ili 42 yil bo'ldi degan gap. Ya'ni bir odam 42 yil bir yerga ketib qolsa, demak buning manziliga oz qolganligini bildirmay, nimani bildirdi qarindoshlar? Hammamiz onamizdan tug'ilgandan tortib o'lim tarafga Alloh bilan uchrashga safar qilyapmiz. Shu payg'ambar alayhisalom bu hayotlikni bir safar degan. Vaqtlik bir safar degan. Shuning uchun mush Alloh subhanahu va taolo alloh berib hisob berdiligimizni unutmasligimiz kerak. Biz dedik, biz vaqtdan iborat edik qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda ma tazala qadama abdin hatta yus'ala an arba'a dedi. Qiyomat kunsi mahsharga maydoniga tunji qadamini qo'ygan chaqda Alloh subhanahu va taolo 4 narsani so'raydi. Shuning birinchisi vaqt desin. Vaqtingni qanday o'tkazding deydi qarindoshlar. Allohning oldiga berishni davomli uchirishni o'ylab turgan musulmon o'zining vaqtini zoya qilmaydi. Shuning uchun menimki deydig'ini mush o'zimizningki vaqtini yaxshi o'tkazaylik. Alloh bilan uchrashimiz qarindoshlar. Unda bo'lgandan keyin qalbimizni isloh qilaylik, ichimizni isloh qilaylik. Ichimizda musulmonlarga nisbatan gumonxo'rlik, ko'ranmaslik, o'chmanlik, dushmanlik, saxtipazlik musulmonlarga nisbatan mushundaq har bir narsani ichimizni isloh qilaylik. Bizning ichimiz isloh bo'lsa, teshimizni isloh qilishga Alloh o'zi yetadi. Biz qarindoshlar oxiratimiz uchun tirishaylik. Bizning g'emimiz oxirat bo'lsa, bu dunyoga Alloh yetadi. Biz Alloh bilan bo'lgan aloqamizni yaxshilaylik qarindoshlar. U dunyo, bu dunyo bizni baxtli qilishga Alloh yetadi. Ikkinchi mushu ustozimiz Maqsim hojimninki o'limdan olgan ikkinchi nasihatim qarindoshlar. Biz o'zimiz birga yashayotgan atrofimizdagi kishilar bilan aloqamizni yaxshilaylik qarindoshlar. Asli dinning maqsadi shu. Dinning ikki asosli vazifasi bor. Birinchisi bir insonni Alloh bilan bo'lgan aloqasini sistemlashtirdi, qonunlashtirdi. Shuni o'ngshaydi, shuni nizomlashtirdi qarindoshlar. Yani bir adam Allah subhanahu wa ta'ala ve Allah subhanahu wa ta'ala'nı yakından tanıp Allah itaat kılsa o dünya bu dünya baxtlik buldu. Bu İslam'ın birinci vazifesi insan bilen Allah'ın alakasını kanunlaştırış olsa, İslam'ın ikinci vazifesi insan bilen insanın alakasını kanunlaştırış. Şunda boğan iken biz etrafımızdaki adamlar bilen boğan alakamızdan kayıtıdan tekşirip çıkaylı. Meyli ata-anam bolsun, ayalım bolsun, yolduşum bolsun, dostlarım bolsun, hizmetdaşlarım bolsun, ustazlarım bolsun, bu insanlar bilen bo'lgan aloqamizni yaxshilaylik qarashlar. Nima uchun degan vaqtda biz nurg'unlarimiz atrofimizdagi o'zimizga qimmatli bo'lgan nihoyat muhim insonlarni qadrga yetmaydi ekanmiz emasmi? Men bir yerda o'tirsam, Maqsim hojim hushidan ketdi degan xabar keldi. Men bu Maqsim hojimning tugab ketishini faqat tasavvur qilmagan qarindoshlar. Lekin dastlab men kelgan xiyol agar Maqsim hojim tugab ketib qolsa, Maqsim hojim hayotimiz bo'lmay qolsa, nim bo'shliqlarni qoldirib ketar, nim bo'lib ketadi deb o'ylab men xuddi to'ksiq o'tgan odamdek cho'chib ketdim qarindoshlar. Shunga o'xshash har birimizning hayotida mushunday shaxslar bo'ladi. Biz hazır qadr qimmatini bilmay, karımız bulmay, hatta bazılarımız ayollarımızdan xapolab, bazılarımız ərlərimizdən xapolab, bazılarımız xoşnumuzdan xapolab, bazılarımız ustazlarımızdan xapolab, bazılarımız bizga qo'mondonlik qilayotgan, biz yetakchilik qilayotgan liderimizdan ag'rinib yurgan bo'lishimiz mumkin. Lekin hey qarindoshim, sen şu insanni o'zingning hayotida yo'q hisobini qilib baq, shu chaqda o insonning ne kadar sen uchun qimmat ekanligini bilasan. Biz ustozimizni qadri shunday yetdik qarindoshlar. Shuning uchun ustozimiz ketdi. Biz Abduqodir Damollamni o'zimiz o'ltirib 50 yildan yig'ilgan insonlar biz shu. Shuning uchun hozir
Etrafında bar bolgan üzenge qimmatlik aş adam hayatını bulmasa, mayli siyasi hayatın bolsun, ijtimai hayatın bolsun, ailevi hayatın bolsun, ijtimai turmuşunda şu adamni yo'q tasavvur qilib baq. Şu adam bulmasa hayatında qo'nchilik bir bo'shliq paydo bo'ladi ekan. Demak, şu bo'shliqning hajmi sening şu insonning hayotidagi qimmatini belgilaydi qarindishim. Shuning uchun şu atrofimizdagi bar bo'lgan kishilarningki qadr qimmatini bilaylik. Bulupmu ularninki hissiyatiga hurmat qilayli, ularninki obro'yiga, izzat obro'yiga til tekkizmayli qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam musulmon degan kim bo'lsa, musulmon degan yana bir musulmon uning tilidan va qo'lidan salomat qolsa andiki musulmon. Bizning tillarimizdan musulmon salomat qolsa musulmon bo'lamiz. Qo'limizdan shularning mol mulkiga, shularga aziyat bermasak musulmon bo'lamiz. Agar bizning tilimizdan, qo'limizdan yana bir musulmon salomat qolmasa, islomni davo qilib, Qur'onni yevasak, ichivasak biz musulmon emas qarindoshlar. Al manil muslim. Payg'ambar alayhisolamdan sahobalar so'radi. Musulmon degan kim u desa, al muslim man salima al muslimuna min lisani va yadi. Musulmon yana bir musulmon sening qo'l va til aziyatidan saqlansa dedi. Shuning uchun biz shu ikkinchi nasihatim atrofimizdagi qarindoshlarni qaytadan aloqamizni bir tekshirib chiqib, ularning qadr qimmatini bilaylik. Endi bu atrofimizning qadr qimmatini bilaylik deganlik, masalan, bizning diniy ustozlarimiz bor, nurg'un fanniy ustozlarimiz bor, siyosiy liderlarimiz bor. Shularning qadr qimmatini qanday bilamiz? Shularning qilayotgan chaqiriqiga ovoz qo'shish, shularga hamdamda bo'lish, shularni yo'qlab turish, shular bilan bir yangdan bir yoqdan bosh chiqarib, bir yangdan qo'l chiqarib, bir yoqdan bosh chiqarib, shularga hudi shularning qadr qimmatini bilish. O'lib ketganga voy ustozimiz o'lib ketdi deb, o she'r o'qib naqsh o'qimdan bir narsa kelmaydi ki qarindoshlar. Mening nasihatim shu. Uchinchi nasihatim qarindoshlar. Men dedim ya, hayotda qimmatli ekan. İnsan ma'lum vaqtdan iborat ekan dedim. Endi bunda bo'lgan ekan, bir inson o'zining qilayotgan kasbiga, xizmatiga bak ko'ngil bilish kerak ekan. Chunki shundoq o'lsak ham hamma narsa nol, tugaydi ekan qarindoshlar. Qilinmaydi ekanmiz. Shuning uchun kasbimizga. Birinchisi kasb. Sening halol rizq yeydigan bir ishing, yo'ling bu. Buni chin tut. Hammamiz kasbimizga ahamiyat beraylik. Bizning musulmonlar ichida qo'lidan ish kelmaydigan inson qamsin qarindoshlar. Umar radhiyallohu anhu shunday deydi. Mening oldimga bir odamni anda taqvo, manda taqvo deb maqtab akiladi. Shundan men bu odamdan siz nima ish qila olaysiz desam, hech ish qilmayman deydi. Nazarimdan tushib ketdi dedi. Demak, Umar radhiyallohu anhuning nazaridagi taqvo musulmon qo'ldan ish qiladigan, musulmonlarga has qo'shalaydigan, islomga has qo'shalaydigan, musulmonlarga manfaat yetkazadigan, musulmonlarga yuk bo'lmaydigan musulmon mana haqiqiy taqvo musulmon qarindoshlar. Taqvoda masjiddan chiqmay, islomga yuk bo'lgan musulmon taqvo emas. Hem de mesela bazı şarait, mesela ya ki o adam tug'ilganda meyip tug'ilibdi, ya ki ticaret fakat ahmay ziyan tortib ketibdi, ish qilib ma'lum sabablik musulmonlar qo'l sunib qolsang mayli. Ammo sen hurunlik qilib musulmonlar qo'l sunib, qo'lingdan sharoit turib bir narsa o'rganmay, o'zingni taraqqiy qildirmay, musulmonlarga yuk bo'lsang sen mangu taqvo musulmon emas. Shuning uchun qarindoshlarimiz, shu kasbimizga hammamiz bilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Davud alayhissalom o'zininki qon teridan kelgan rizqini yeydi. Bu eng yaxshi rizq deb Rasululloh maqtagan. Allah subhanahu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda innalloha yuhibbul muhtarifin. Allah kasb ahlini yaxshi ko'radi degan. Biz bir narsa o'rganib, shu kasbimizga ko'ngil bo'lib, shu kasbimizni taraqqiy qildirish qarindoshlar. Hey, bizningki bugunimiz cho'qin tunug'undan yaxshi bo'lmaydi. Etimiz bugundan yaxshi bo'lmaydi. Bunda deganlik bir musulmon davomliq o'zini taraqqiy qildirish. Mulla bo'lsang davomliq mushu diniy sohada yangiliklarni buni bilib turishing kerak. Doktor bo'lsang doktorlik sohasida yangiliklarni bilib turishing kerak. Hunavan bo'lsang bu hunavan taraqqiy qilib zamon elishib, niyatda buni bilib o'zing taraqqiy qildirishing kerak. Mana bu islom, mana bu din, mana bu musulmon. Biz bu sizlarga bu nasihatni qilaman qarindoshlar. Eng oxirgi nasihatim bo'lsa, nurg'unlarimiz bak ko'ngil bo'lib ketmaymiz. U bo'lsa-mu har bir musulmon o'zining sog'lomligiga ko'ngil bo'lish qarindoshlar.
Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte El mu'minul kaviyyu ahabbu ilallahi minel mu'minid daif dedi. Küçülük Müslüman aciz Müslümandan Allah'a suyumluk dedi. Yani küçülük degenden bedellerimiz küçülük sağlam boğan Müslüman degen boldu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve inne lecesedike aleyke hakka bedeninin senin üstüde hakkı var deydi. Yani şu hakkı bedenini sağlam tutuş kardeşler. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge tamakını az yiyip hareketini köp kılıp şuna ama sağlamlıkka, sağlıkka acayip ehmiyet verişini. Namaz tamaktan burun kulunucu, yap boğan eken kulunucu, çişini pakiz çotkula. Hepti de Müslüman bolsan, ahiret iman etsen, hepti de az boğanı bir kıtım jun. Muşundak hadislan aldan bolsak, pakizlik imanın cümlesi. Muş hadis ayetini okuydan bolsak, İslam dininin sağlıkını sağlaşka, yani sağlıkının aldın, sağlamlıkının aldın elişka ne kadar köngül bilgen ekön bilimiz. Anından kelip, bizden sağlamlığımız bolmasa, Allah bilan yaqin buluş ibadetini yaxshi qilolmaymiz. Atrofimizdagi kishilar bilan aloqamiz yaxshi bo'lmaydi va kasbimizni yaxshi qilolmaymiz. Nurg'un jihatda yaxshi bo'lolmaymiz. Shuning uchun mush 4-chi qilgan nasihatim qarindoshlar sog'lomlikqa ahamiyat beramiz. Ya'ni birinchisi mush darsdagi asosli maqsadim har bir musulmon o'limiga tayyordir. Alloh bilan bo'lgan aloqani tekshirib chiq. İkincisi etrafındaki boğan kişilerden alakaını kaydedin tekşirip çıp etrafındaki kişilerine kaderle üçüncüsü olsa kesbinge köngül böl ve terakki kıldı. Dördüncüsü olsa sağlamlıkın köngül böl. Muşşu kardeşler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.